Va nihoyat biz bu joyni topdik. Vyetnam ko'chalarida o'zbekcha. To'g'ri tushunmang, bu oshxona. Bu yerda o'zbek milliy taomlari bor. Hozir kiramiz, buni sizlarga ko'rsatib beraman. Ikki etajlik, birinchi etaj ham, ikkinchi etaj ham odam bilan to'la. Chunki Vyetnamda ovqatlanish bilasizlar, sal muammo. O'zbek milliy taomlarini topish juda qiyin. Hozir buyurtma beramiz. Xo'p, do'stlar, hozir menuni ko'rib chiqamiz. Demak, shashlikchalarga qarangizlar. O'zimizning taomlar boshqachalar. Salatlar bor. Hammasi milliy. Bularni o'zini ham salatlari bor agar xohlovchilarga. Sho'rva, chechevitsa, pelmeni, lagman, shahzod lagman aytdi o'ziga. Borsh ham bor ekan mana. Borsh, samoglavni bor. Manti bor. Narxlari 120 mingdan. Lagmani osham 120 ming. 15 mingdan so'mga demak 60 so'm bo'ladi. Xullas, hamma narsa bor. Mana shunaqaga hozir ovqatimiz kelsa buyurtmamiz yana bitta ko'rsatib beraman. Bu restorandagi yana bir quvonarli holat shundaki, fondagi musiqalar ham o'zbekona, o'zbekcha musiqalar keladi. Ofitsiantlar esa Vyetnamdan, Toshkentdan ham bor ekan. Zakaz, ya'ni buyurtmamiz keldimi, o'zim jar ko'p aytdim. Shahzod o'ziga lag'mon aytgan. Qanday ekan ta'mi? Zo'r. Zo'r. Akalar ham jar ko'p aytgan, Bekzod aka ham. Tatib ko'rdingizmi? Endi Ha, ko'ringlarchi, siz aka. o'zbekcha ovqatga bundan shubhalanmasdan yesa bo'ladi. Ko'p o'rma. Qanday ta'mi? Chisto o'zbekcha totli. Xo'p, mana shunaqa gaplar do'stlar. Bu yerda nafaqat o'zbeklar yoki bizga yaqin bo'lgan qo'shni davlatlar, Vyetnam xalqini o'zi ham kirar ekan. Buni tashkil qilgan, ochgan rasmiy akalarga katta respekt aytaman. Qoyil. Bu O'zbekistonni tanishga ham bir ozgina sabab bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat.